Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari va butun ejevika va malinaga qiziquvchi dehqonlar. Bugun 13-aprel 2026-yil haftaning dushanba kuni delni va malinalarimiz beldirsaydamiz. Bu tuvakka o'tirg'izilgan kuzgi ko'chatlar, bilasizlar. Ana shu kuzda malina ekolmaganlar, kuzda yeksam yaxshi bo'lardi deganlar, mana shu kuzgi ko'chatlarni tuvakka o'tirg'izib qo'yganmiz va ana qilib ko'karganlarni alohida olib chiqib ularga oziqa beryapmiz. Shu kuzda ekilgan bilan birday bo'ladi. Hosildorligi baribir bilasizlar, uje dehqonlar hammasi bilib qoldi, malina oluvchilar. Kuzda ekilgan malina sal hosildorligi ko'proq, normali bilinadi bahorda ekilganga qaraganda. Mana shunaqa katta malina ekilganlar sirasi bilinadi o'zi. Endi krapivkadan ekilganlar, ko'karib chiqqan ko'chatni olib turib ekilganlar, uni hosildorligi bari bundan ozgina kamroq bo'ladi. Bular mana shu shundoq ko'rinib turib, tezda keyin yaxshilab tomir olgan ekan qattiq ko'tariladi. Bular shoxlab hosil berish boshlaydi. Krapivka ana shu bitta o'zidan yil hosil beradi, bitta chiqqanidan. Mana key malinalarimiz ko'karib yotibdi. Ko'karib hammasi cho'tki bo'lib bir chekkadan chiqish boshlagan. Mana shunday hammasi ko'karyapti 100% ga. Ko'rib turibsizlar. Mana malinalar. Hammasi shu kuzgi ko'chatlarda olib kelib tiqilgan ichiga. Mana bu taraflarda ham ko'chatlarimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilgan. Uje mana bu taraflardan oralardan olib chiqib 2 kundan beri uje jo'natamiz ko'chatni. Kuzda ekolmadim, kuzgi ko'chat bo'lsa ekardim deganlar, mana shu tuvakdagi ko'chatimiz kuzgi ko'chat bilan bir xil bo'ladi. Bu katta ko'chatni qilgan. Hozir tepaga chiqib krapivkani ham alohida video qilamiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'chatlar mana shunday sotuvga qo'ydik. Ko'chat kerak bo'lganlar aloqaga chiqaverasizlar.